Uyda yolg'iz kinosini bosh qahramoni Kevin McAllisterning quyidagi gaplari meni Amerikaga kelishimga sababchi bo'lgan. Mening oilam Floridada, men esa Nyu-Yorkda. My family's in Florida. I'm in New York. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mr. Otabek TV kanaliga va New Yorkning markazidagi Rockefeller Plazaga xush kelibsizlar. Bugungi video orqali men sizlarga Uyda yolg'iz kinosini New Yorkda qaysi lokatsiyalarda olingan bo'lsa, o'shalarni hammasini ko'rsatib berib, aynan mana shu lokatsiyalarni tarixiy faktlarini aytib berishga harakat qilaman. Va agarda uxlab qolmasdan ushbu videoni oxirigacha ko'rsanglar, shu narsani bilib olasizlarki, nima uchun ushbu kinoning rejissyori New York shahar hokimiyatidan kino syomka uchun ruxsat olayotganda bu ruxsat olishda qiynalgan va u bittagina gapni aytganki, hokimiyat o'sha gapdan keyin unga ruxsatni bergan. Qolaversa qanaqa kino yolg'onlar ishlatilgan bu yerda. Qay tarzda hozirgi AQSh prezidenti Donald Trump bu kinoni syomkasini to'xtatib qo'yishiga sal qolgan. Va ushbu kino qay tarzda meni hayotimni yaxshi tomonga o'zgartirib yuborgan. Mana shu kinoni bosh qahramoni Macaulay Culkin bilan men ko'rishganimda qanaqa undan hayotiy saboq olganman va eng asosiysi, aynan mana shu kino aktyor qay tarzda meni obro'yimni sinfdoshlarim o'rtasida ko'tarib bergan. Ularni hammasini bilmoqchimisiz? Demak, like ni hozirdan bosib qo'ying va ushbu videoni birgalikda tomosha qilishni boshlaymiz. Kevin McAllisterning New Yorkdagi barcha sarguzashtlari men turgan joydan boshlangan edi. Ya'ni Radio City Music Hall. New Yorkka yangi yildan oldin kelgan mehmonlar hamisha mana shu joyga, aynan men turgan joyga kelib rasmga tushishga harakat qilishadi. Xuddi Kevinga o'xshab. Bu albatta yaxshi. Siz ham kelgan paytingizda albatta shu yerda rasmga tushing va shu narsani unutmangki, Radio City Music Hall uyda yolg'iz kinosi orqali mashhur bo'lmagan. Chunki bu joy nihoyatda katta tarixga ega. 1932-yilda bu konsert plashadkasi qurilgan edi va uning ichiga 6000 ta odam sig'adi. Bu yerda nihoyatda katta sahna bor. Bu yerdagi sahna futbol maydoni bilan bir xil hisoblanadi. Kevinning qo'rquvlari men turgan joydan boshlangan, ya'ni Markaziy parkdan. Mana shu ko'prikning tagida kaptarchi ayol bilan birinchi uchrashuvni eslashimiz mumkin. Bilasizlarmi, o'sha paytda mana shu sahnada 300 dan ortiq kaptarlar ishtirok etgan edi. U oddiy hali ko'chadan tutilgan kaptar emas edi, ular o'rgatilgan kaptarlar edi.